Sizga to'qqizmi? Atara qanday ketyapti? Atara qanday ketyapti? Normal. Meniki ham shundan kar. Qanday ketyapti? Olgan paytim 70 kun nazorat qo'yardim. Hozir Men baş shunaqa. Ishlashga qarabdi. Ishlatmasangiz o'sha 2 kun. ishlatmasangiz shunday. Ama sovuqqa ham bog'liqda, sovuqda tez ketadi-da. Yaxshi sovuqdanmagan. Sovuqda. O'tgan yil noyabrda uyga ketdim. Bu yerda bir hafta 10 kun ishlatdim. 3 kun, 7 kunda zaryadga tiqardim. Kun bo'yi ishlatsam. Olgan payt. Men uyga borib kelgandan keyin hozir bunday bo'lyapti-da. Bu sovuqqa ham bog'liqda. Skuterda bildim-da. Skuter oldim uyda. Hali magazinga keldim. Keliningiz aytadi 3-4 kun bir haftaga yetyapti deydi. Men minsam 2 kun, 1 kun, 2 kunda zaryad qildim-da, o'shanda bildim. Tez sovuq, o'sha minib turganlar aytdiki, sovuqda tez ketadi. Zaryadkasi. Men ham hozir shuni